Bilamizki, O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qabul qilingan kun yaqinlashib kelmoqda, to'g'rimi? To'g'ri. Endi sizga beradigan birinchi savolim, O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qabul qilinganiga necha yil bo'ldi? 34 yil. Aha, to'g'ri. Bayroqda nechta rang bor va ular qanday? 4 ta. Aha. Ko'k, qizil, oq, yashil. Xo'p. Bayroqdagi oy tasviri nimani anglatadi? Bizni yagona oyimizni. Yagona oyimiz mustaqillikning yangi bosqich ramzi hisoblanadi. 3 ta savol berdim, 3tasiga ikkitasiga javob berdingiz. Demak, sizga sovg'amiz bor. Bu sizga. Rahmat. Bayrog'imiz qachon qabul qilingan? Bayrog'imiz 1991-yilda 18-noyabrda qabul qilingan. Bundan ko'rinib turibdiki, bayrog'imiz qabul qilinganiga necha yil bo'ldi? Bu yil 34 yil bo'ladi. Bayroqda nechta rang bor va ular qanday? Bayroqda yashil, qizil, Ko'k va oq. Aha. Ko'k rang qanday ma'noni bildiradi? osmon. Moviy, musaffo, osmon ma'nosida edi. Davlat bayrog'imiz qachon qabul qilingan? 1991-yil. Bu yil bayrog'imizning necha yilligi nishonlanyapti? 33 yil. Bir yilga adashdingiz, 34 yilligi. Adashtirdi-da. Bayroqda nechta rang bor va ular qanday? 3-4 ta. Qanday ranglar? Qizil, yashil, oq, ko'k. Aha. Tabiat, yangilanish va kelajak umidi. Qaysi rangning ma'nosi? Tabiat yo'qmi? Tabiat Tabiat, yangilanish va ezgulik ramzi. Bayroqdagi qizil chiziqlar nimani anglatadi? qonli, Hayot yo'l-yo'rig'i. Bayroqni ko'tarish va tushirish marosimi qaysi tartibga asoslangan? tushirish, Tushirish va ko'tarish marosimi qaysi tartibga asoslangan? bilmadim. Bilasizki, O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qabul qilingan kun yaqinlashib kelmoqda, to'g'rimi? Demak, birinchi savolim, O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qabul qilinganiga necha yil bo'ldi? 34 yil. To'g'ri. O'zbekiston bayrog'idagi 12 yulduz nimani anglatadi? 12 ta viloyatimiz borligini anglatadi. Bayroqda nechta rang bor va ular qanday? 3 ta rang bor. Yashil, oq, qizil, yashil, oq, ko'k. Voy, bittaga adashdingiz, qizil rang qolib ketdi. Yana bitta savol. Xo'p, yana bitta savol. Oq rang qanday ma'noga ega? Oq meni poklik. Aha, to'g'ri. Demak, siz sovg'amizni yutib oldingiz. Bizning sovg'amiz bu sizga. Bilasizki, O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qabul qilingan kun yaqinlashib kelmoqda, to'g'rimi? Birinchi savolim unda sizga. O'zbekiston bayrog'ining rasmiy nisbati qanday? Rasmiy nisbat. Balandligi va kengligining yarmiga ko'ra. Bundan ham javobni bilsangiz bo'ladi lekin. 1 ga 2 nisbatda. Xo'p, bir nechta ranglar bor, to'g'rimi, davlat bayrog'ida? O'sha ranglar qanday va nechta ular? 4 ta. Ko'k, qizil, oq, yashil. Qizil. Aha, to'g'ri. Ko'k rang nimani bildiradi? Ko'k rang musaffo osmonda. Aha, yana? To'g'ri aytyapsiz, gapiring. Musaffo osmon. Yangilanish. Yangilanish, tinchlik timsoli. Xo'p, yana sizga bitta savol beraman. Yashil rang qaysi tushunchalarni bildiradi? Yangilanish. Aha. Yashil. Yashillik, to'g'ri, tabiat. Mayli, sizga sovg'amiz bor. Bu sizga. O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qabul qilingan kun yaqinlashib kelmoqda, to'g'rimi? Demak, sizga birinchi savolim, O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qachon qabul qilingan? 1934 yil bo'ldi-da. Sizga savol boshqacharoq edi. O'zbekiston bayrog'i qachon qabul qilingan? 1991 da. Aha. 8-noyabr. 18-noyabr. Xo'p. Bayroqda nechta rang bor va ular qanday? Ko'k, qizil, oq, yashil. Xo'p. Aha, keyingi savolim, yashil rang qaysi tushunchalarni bildiradi? Yashil rang shu
tabiatni go'zalligi yashil. Yangilanish, Yangilanish. to'g'ri. Bu sizga. O'zbekiston bayrog'i qabul qilinganiga necha yil bo'ldi? 34 yil, to'g'ri. O'zbekiston bayrog'idagi ko'k rang qanday ma'noni anglatadi? O'sha O'zbekistonimizdagi musaffo osmon. Aha. Bayroqdagi oy tasviri nimani anglatadi? O'zbekiston respublika bo'yicha. Mustaqilligining yangi bosqichi, yangi tiklanishi. Xo'p, 3 ta savolimning ikkitasiga javob berdingiz. Bu sizga.